Bozorov Toshpo'lat Surxondaryo viloyatidan ekan, 84-yil ekan, 1984-yil. Rossiyada umrlik zapreti bor ekan. PP10 Chaspir 27 federal zakon 114. 5000 rubl shtraf urgan. Shu shtrafni necha kunda to'ladingiz? Vaqtida to'la, 1 oyda to'la deganda 3 oyda to'laganman. 3 oy, 60 kun ichida to'lash kerak edi. Nima sababdan olasiz bu shtrafni? Shu obyektda ishlab turgan joyimizda stroykada tekshirish kelgan. Shunda registratsiyada yo'qligida. Siz odam ishlatgansiz, Rossiyada. Odam ishlatib turgansiz, boshqa obyektga o'tib qaytib turgansiz, to'g'rimi? Sizga tegishli bo'lmagan ish joyini o'tib qaytib turgansiz, shuning uchun shunda ushlab nima? 5000 rubl shtraf urgan. 1 oyda to'la bo'lmasa zapretga tushadi deganda men 3 oydan keyin bilganman zapret bo'lganini. 2 yil ham yurdim dedingiz, aka. Undan keyin 2 yil yurdim. Sud orqali udvoriyni bo'lmagansiz? Yo'q. Bo'ldi. Buni albatta sud orqali bekor qildirish imkoniyati bor. Bizning Moskvada ishonchli advokatlarimiz bor. 2-3 oy davomida sud orqali bekor qilinadi. Endi bu shtraf to'ladim dedingiz-ku vaqt o'tib. Chekin so'radim yo'q deb aytdingiz. Endi qaytadan shtrafingiz rekvizitlarni olinadi, qarzdorligingiz to'lanadi. Keyin sudga taqdim etiladi bu kishini, bu fuqaroni davlat aldidan qarzdorligi yo'q deb sud orqali zapretingiz bekor bo'ladi, xudo xolasa. Keyin savol bo'lishi mumkin, ko'pchilikda patent olib biladimi deb. Bu zapretning patentga aloqasi yo'q. Sababi kasallik bilan qo'yilmagan bu. Shunday. Faqat siz shtraf to'lamagansiz, shuning evazini siz zapretga tushgan. Vaqtida to'lamaganman. Xudo xolasa 2-3 oy ichida sud orqali bekor bo'ladi. Bu Toshpo'lat akamizning ishi. Xudo xolasa Rossiya bo'lganda bizga video tashab berasiz. Tashab beraman. Keyingi yil ochiladi ekan shunda fevral oy, mart oylari bitasiz xudo xolasa Rossiyaga. Yana borasiz? Moskvaga. Moskva borasang, bo'ldi xudo xolasa. Bizning ofisimiz Xorazm viloyati Urganch shahrida. Ma'rifatchilar 76 desangiz chiqadi yoki pastdagi nomerlarga Telegramdan lokatsiya so'rasangiz, lokatsiya tashab beramiz. Sog' bo'ling, omon bo'linglar. Deport zapreti bor do'stlarimizga bu videoni jo'natib qo'yishni unutmanglar.